Assalamu alaykum vatandaşlar. Bugün biz Müstakillik Yolu İzleniş programımızın 23. sanıga Salih Hudayr Efendimni teklif kıldık. Programıga hoş geldinler. Bizninki muavin baş ministerimiz ve Taşkı İşler Ministri Salih Hudayr Efendim bugün bizninki 19 yanvar Irqiy qirg'inchilik kuni Irqiy qirg'inchilik xotir kuni uchun bir suhbatga chiqmoqchi. Suhbatga hoş geldiniz. Rahmat. Oldi bilan biz bu irqiy qirg'inchilik degan bu hukmga bir aniqlik berib boqaylik. Chunki bu hukm ichida biz jiq talashib, hatto buni biz bir madaniyat qirg'inchiligi deb turib olganlarimiz bor. Bugun biz Salih Hudayr Efendimni oldi bilan irqiy qirg'inchilikqa bir aniqlik berishga taklif qilamiz. Amda irqiy qirg'inchilik degan bu so'z xalqaro qonun bo'yicha, ya'ni BDT'ninki irqiy qirg'inchilikni qonuni bo'yicha irqiy qirg'inchilik bir vahshiy bir jinoyat. Bir millatninki yoki bir irqninki yoki bir diniy guruhninki qasdan shularninki vayron qilish, shularni yo'qotish uchun epirilgan harakatlar bir kuch tarafidan. Bu harakatlar qanday harakatlar desa, masalan, shu guruhdagi kishilarni guruhning a'zolarini o'tirish, shularninki psixik jihatdan, ruhiy jihatdan besim qilish, shularninki vayron bo'lishiga yo'l ochish. Undan sirt masalan shu guruhninki asta vayron bo'lishiga qasdan shartlarni, sharoit yaratib, shu to'silg'larni qilib yoki siyosatlarni qo'yib, shu guruhninki asta yo'qilishiga yo'l ochadigan qasdan ashuna siyosatni yurgizish. Undan keyin shu tug'ut cheklash, shu guruhning ichida tug'ut cheklash, tug'ut qilmaslik, undan keyin bolalarni, shu guruhningki bolalarni bir guruhdan boshqa guruhga o'tkazish. Buning hammasi Sharq Turkistonda bo'layotdi. Buningdan vahshiy, buningdan texma vahshiy holatda bo'layotdi Sharq Turkistonda dechini yozi. Irqiy qirg'inchilik hamda xalqaro jinoyat, xalqaro qonun bo'yicha shu bir guruhninki mayli umumiy guruh sifatida bo'lsin yoki guruhning bir qismi sifatida bo'lsin. Masalan, Xitoy bizni umumiy guruh shaklda irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Yolg'izdan bir qisqa nima emas. Hamda buningki madaniyat qirg'inchiligi bilan o'xshamaydi. Chunki madaniyat qirg'inchilikda yolg'izdan dinini cheklash bo'lsin, yoki tilini cheklash bo'lsin, yoki nimani cheklash bo'lsin. Shunday siyosatlar. Ammo irqiy qirg'inchilikda xalqimiz julayotdi. Xitoy kunda necha minglagan qarindoshlarimiz turmalarda, kamplarda shahid bo'layotdi. Buningki tafsiliy sonini biz hozircha bilmaymiz. Keyin davlatimizni asli kelgan chaqda shu vaqtda rasmiy surishtigan vaqtda shu vaqtda belgili bo'lishi mumkin. Ammo muhaqqaq bizning xalqimiz qirilyotdi. Buning hammamiz shohid. U kamplarda chegarlarning ko'pinchisi g'oyib, yo'qolib ketib bordi. Turmalarda ishkenja, shu nima tufaylidan ulayotdi. Necha million bolalarimizni Xitoy hukumati o'zininki yozgan xabarlarda, masalan, atalmış Xitoyninki Tangritog xabar agentligi bor ya. 79-yildan tortib ta 2009gacha 3 milyon 700 ming Uyg'ur va boshqa turkiy buvaklarninki qonunsiz tug'ilishini oldin olganligini o'tirib qo'ygan xabarlar bor Xitoyninki. Ondan keyin necha 100 ming, ozganda necha 100 ming, balki undan necha million bo'lishi mumkin vaqtlarimizning tug'ilishini chekladi. Ayollarımızın necha 100 mingini qisirlashtirib etdi. Kun arjili Xitoyda masalan necha ming odamni o'lim jazosi berdi Xitoy. Ammo u necha ming odamning o'lim jazosi bergandan keyin ko'p sonliqi yana shu Sharq Turkistondan chiqadi.
Masalan bu organlarni söküyordu. Yılda 40-50 bin adamın ki az degende organlarını söküyordu. Şunundan ham ko'ramiz ki hiç kim degende hiç ölmeyotdu desek mi? Xitoy jiqotmayotdi desek mi? Az degende yılda 40-50 bin qarindoshlarimizni Xitoy qatl qilyotdi. Shuning uchun bu bizniki bo'layotganimiz madaniyat qirg'inchilik qilam emas, bütün irqiy qirg'inchilik. Bizni Xitoyning niyati tamamen yo'qotib etish. Shuning uchun bu bizniki masalamiz shu irqiy qirg'inchilik bemasalasi. Mutlaq irqiy qirg'inchilik. Albatta bizning bu irqiy qirg'inchiligimiz 2016-yildan boshlangan emas. Undan burun Xitoylar buni uzluksiz olib berayotgan. Agar biz irqiy qirg'inchilikningki millatlar Birleşken Milletler Birleşmesi'ninki aniqlamasini qaraydigan bo'lsak, irqiy qirg'inchilik bir millatni to'liq yoki qisman qasddan yo'qotishni ko'rsatadi. Umumiy aniqlamasi shu. Endi buni texnik ochirgan bo'lsak, 1948-yili Birleşken Tashkilotning kelishimida sharq irqiy qirg'inchilikni tuvandagi 5 xil qilmishning har qandagining birini, 5 xil qilmishning, boya Salih Xudoyor dedi, 5 xil qilmishning har qanday birini o'z ichiga olgan. Bir millat, bir etnik guruh, bir irq yoki diniy guruhga qartilgan to'liq yoki qisman qasddan yo'qotishni ko'rsatadi deyilgan. Endi bizning diqqat qilganimiz tuvandagi 5 xil qilmish. Birinchisi guruh a'zolarini o'ldirish. Xitoylar buni qildi. Uyg'urlarni kamki sulab o'ldiryotdi. Ikkinchi, uningga ig'ir jismoniy yoki ruhiy ziyon selish. Buni biz demasakmi Uyg'urlarga butun Sharq Turkiston xalqi buni qilyotdi. Uchinchisi, bu guruhning yashash sharoitini buzib tashlashni niyat qilish. O'zininki ayni yashaydigan sharoitini buzib tashlash, buni bu millatni, bu guruh a'zolarini yashamaydigan qilish. Endi tug'ut cheklash. Beshinchisi, bolalarni yo'tkash, o'zining guruhidan yo'tkab chiqish. Yo'tkab boshqa yerga aparish. Buni Xitoylar hammani xuddi Salih Xudoyor boy degandek hammani Xitoylar qilyapti. Birsi kam qolgani yo'q. Mushning birsi bo'lsa irqiy qirg'inchilik kirdi, lekin bizda hammasi to'liq. Salih Xudoyor degani boy deganing hammasi mushu. Endi bu qilmishni qandaqki ixtiyoriy bo'lmasdan faqat ma'lum guruh a'zolar qartilgan bo'lishi kerak deb Xitoylarningki Sharq Turkiston Türk xalqlari qaratganligini hammamiz bilamiz. Uyg'urlarga, qozoqlarga, qirg'izlarga. Bu hargizmi Xitoy qaratilgan emas. Shunga bu irqiy qirg'inchilik. Salih Xudoyor mushuni aniq qilib tepadi. Hamda Salih Xudoyorningki necha vaqtdan da'vo qilib xalqarалық Sharq Turkistondagi Xitoyningki davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish uchun nimalarni qildingiz deb Salih Xudoyordan bir savol so'raymiz. Undan keyin buni qilish jarayonida qanday to'sqinliklarga uchradingiz deb. Salih Xudoyorni hammamiz bilamiz. To'xtamay shuni e'tirof qildirish uchun hamma yerda so'zlab, nurg'un ishlarni qildi. Salih Xudoyorning o'z og'zidan anglab boqay. Ammanlarga, yani ko'pchilik ma'lum bo'lganidek, men bu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik e'tirof qildirma deb, Sharq Turkistonni bislab olgan bir davlat deb e'tirof qildirma deb va shu Sharq Turkistonningki mustaqillik nasl keltiramiz deb arkitimni shu 2016-yilningki 9-oyda shu eng oxirgi universitet vaqtimdagi eng oxirgi mavsumningki shu o'qitib bitirish dissertatsiyasini yozish orqali siyosiy taklif berish orqali Amerikaninki siyosatini o'zgartirib Xitoyga tehdidga qarshi taqobil turish uchun Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni unutmasligini va shularning masalasini ko'tarib shularni bilan harakat qilib Xitoyga taqobil qarshi turishini nima qilgan bir siyosiy taklifni qo'yadi. Shuning ichida shu Sharq Turkiston siyosatini Tibetga qanday Tibet siyosati yaratib bergandek shunda bir siyosat yaratishni Sharq Turkistonni beslab olgan bir davlat deb e'tirof qilishini, Sharq Turkistondagi Xitoyningki qilayotgan jinoyatlarni rasmiy irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini va shu Sharq Turkiston davosini rasmiy mustaqillik davosi qilib bizga retlab berishini, o'ngshab berishini, chunki u vaqtda men hech bir tashkilotga a'zo emas. U yerda ikki yildan cho'ng men biladigan ikki cho'ng nima bor, birisi do'q, yana birisi surgun hukumat. Shuning bilan men shu kitobni nimamdim yozgandim, shu
sürgün hükümet mutlak müstakil bulumuz deydi o. Şunun için küreş kıldı. Dok şu insan hakları için küreş kıldı. Ama bunun sebebi hem de şu pul en iyi deydim başka adam pul alanmaslık buluş mümkün. Şu sebepten buluş mümkün. Dep şu vakti şu da oylagan tabi. Bunun münafıklıklı emellerini o vakta bilmeyim ya. Ben bir tetkikatçı buluş bütün bilallam şunda yazgandım. Amerika hükümeti bu ikisini birleştirip güçlük bir sürgün hükümetini berpa kılışka nim kılış gerek dep şunu emmeye sundum. Keyin parlament tikilgimi profesörlerimning yardımı bilen parlament komitetlarımı sunduk. Amerika'nınki o Pentagon'daki yerlerimi sunduk. Başka think tank'larımı sunduk bu teklifne. Keyin şu parlamentkilerin bazıları cevap verip qaysi teşkilat sen degendikin şunun bilen Şarkı Türkistan Milli Uyg'unish hareketi şu yerden başlanıp kaldı. 2017 yılda. Keyin men bu Washington DC atrapga başka bir iş bilen hizmet kelmekçi bulup şu kep qilib andan keyin qarasam bu irqiy qirg'inchilik kundan kun suri Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik siyosati vashillashyapti. Tuqqanlarimiz bilan hammasi bilan aloqalashimiz uzilib ketdi. Mutlaq 2017-ninki yozda hammadamniki aloqasi uzilib ketdi deb. Ko'pinchimizniki aloqasi uzilib ketdi. Hammamizniki bo'lmasmi. Shu vaqtda hammadamni turmuq solishga boshladi. Shuning bilan biz men aq tarafdan mavjud tashkilotlar bilan paranglashib baqaydim, bir ish qilyaptimdim. Manda biz uchun bir ish qilam degansam hech birisining bir nima yo'q. Hatta yolumuzni mustaqillik desak bo'lmaydi deb namoyishda to'sqinlik qildi. Hatta buni Xitoyga etish kerak deb ashunda degan bir munofiqim bor, munofiq boshlardan birisi. Keyin bizni terrorchi deb chaqqan munofiq bosh. Namoyishda Sharq Turkiston mustaqillik deb 10-oyning biridagi 2017'deki Xitoy elchixonasining qilgan namoyishda shunda vaqirsam, ashunda buni meni tunamay buni Xitoyga yo'lib etish kerak deb ashunda nim qilib juyda haqni oldida. Bizni rasvo qilib, rasvo munofiq. Keyin bu biz 6-oyning 4'ida shu yosh bolalar bilan va boshqa bizga maslahat bergan amerikalik bilan maslahatlashib 6-oyning 4'ini bekitib, shu nimaga parlamentda kundalik namoyish hareketimizni boshladik. Rasmiy milliy hareketni boshladik xalqni uyg'otish uchun. Yolg'izlam namoyish qilmadik. Ko'rinishda namoyish qilgan bilan aslida biz shu parlament a'zolari bilan kurashdik, nurg'un tashkilotlar bilan kurashdik. Hammamizning hamma shu talabdimi, shu vaqtda deganim boshlagan vaqtmi bizningki nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi. Biz Amerika hükümetininki bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqiramiz. Amerika parlamentining bu e'tirof qilishga chaqiramiz. Hükümetininki e'tirof qilishga chaqiramiz. Sharq Turkiston yoki Uyg'ur qonunni o'tirib qo'yishini chaqiramiz. Sharq Turkiston besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini chaqiramiz. Xitoy amaldorlarini Magnitsky qonuni orqali jazolashini chaqiramiz dedi. Va izchil harakat etdik bu to'g'risida. Ve münafıklar bu doğrusta biz çık namayişini başlamayalım. Biz ne şu şeydeki münafıklar üzerine ismini demesem zaten biledi o halk. Şu münafıklar hain galçılar, Xitayning galçıları. Gerçi men bu yerkege vaqtda men Xitoy bilan aplashman deb o'ylab qolgandim, rost gapni qilsam. Chunki men o'zimninki qarindoshlarımda o'zimda millat deb ko'rganim, garchi bu tegi bu nafiqning bir qismininki tegimi Uyg'ur yoki Sharq Turkistonlik emas, boshqa bir yerning sigan bir narsalar bular. Ammo mushunda munofiqlar ning baliqni o kadar nim qilib ketmayman. Xitoy bilan aplashman desam, bu munofiqlar o'tirga chiqdi. Tag'ib chiqmay nim qiliblam tehdit qilishga boshladi. Qildirmaymiz, qilolmaysan. Sen bu terrorchi deb chaqdi parlament a'zolariga. Bu terrorchi, bu radikal, zo'ravon Xitoy Uyg'urlarni nim deb qirayotgan bo'lsa, Sharq Turkistondan nim sabablardan irqiy qirg'inchilikni yurgizayotgan bo'lsa, bu munofiqlarni o'xshash banani shiltib
veya da yolumuzni to'smoqchi bo'ldi. Ammo biz bu munofiqlikqa xalqimizningki bizni qo'llashi bilan xalqimiz biz bilan sovuq demay, yomg'ir qa demay, yenimizda turib, bizni desteklab, atrofimizdagi chet ellik do'stlarimizning yordami bilan Allohning va Allohning izni bilan biz g'alaba qildik. Va bu uyallarni asasen buzduq desek bo'ldi. Çünkü başta nima dedi? Hammadan ma'lum. Bayroq ko'tarsak bo'lmaydi. Sharq Turkiston desek bo'lmaydi. Uyg'ur qonun chiqmaydi, Amerika unda qilmaydi. Bu namoyish, Amerika qarshi namoyish. Ya'ni Amerikadan bizga yordam qil, Xitoy bizni qirib yetib bordi desek, biz Amerika qarshi bo'lgan bo'lamiz. Bularmish. Ammo biz Xitoy elchixonasini oldin qilib, Xitoyga yalverib, "Ailem nerede? Dadam nerede?" desek, o Xitoy qarshi bo'lgan bo'ldi ekan. Xitoyga yalvarsak, Xitoy qarshi bo'lgan bo'ldi ekanmiz. Chet elliklarga, xalqaroga Xitoy bizni qiryapti, bizga yordam ber desak, chet elliklar qarshi bo'lgan bo'lamiz. Qanday munofiqona mantiq bu? Ammo shunda ishlar bo'ldi. Mustaqillik deyolmaysan dedi, bayroq ko'tarmaysan dedi, lager deyolmaysan deb baqdi, irqiy qirg'inchilik deyolmaysan deb baqdi, Sharq Turkiston deyolmaysan deb baqdi, qonun chiqmaydi deb baqdi. 2009dagi xoinlikni oshkorlandi. Undan keyin majburlandi bular. Va xalqning nimasi bilan biz yana bu munofiqlarniki atalmış Şinjan qonun chiqiramiz deb bizniki Sharq Turkiston qonunini Şinjan qonuniga aylantirib etmoqchi bo'ldi. Onunga qarshi turib biz shu o'tirdi lingilishib qolgan Uyg'ur qonuni deb o'tirga chiqdi. Bo'pti dedik. Biznes chiqsalam keyin buni o'ngishvag'il bo'ladi deb nim qildik. Nurg'un tusalg'alar bo'ldi. Buni hamma odam ko'rib turdi. 4-5 yildan yozi biz bilan yurayotganlar, to'g'rida dunyosini ko'rayotganlar, hamma odamning kimning qandoqligini ko'rib bo'ldi. Ta Amerika hukumati bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib bo'lgandan keyin, undan keyin nima yangi hokimiyat, Biden hokimiyati boshda lingishib o'taganda, lingishib bo'lib keyin bir 2 oydan keyin 3-oyda 2021-yilning 3-oyda ulama bu irqiy qirg'inchilik deb nim qilgandan keyin, undan keyin bu munofiqlar, bu atalmış Uyg'ur tashkilotlari va rahbarlari irqiy qirg'inchilik kenda deyishga boshladi. Ammo undan burun shu Xitoy deb bergan yo'lda siz menga va'da to'sqinlik qildi va bu qonunni shu biz xalqimizniki bizni qo'llashi bilan chet elliklarning yordami bilan biz izchil harakat qildik. Masalan, bu 200 dan ortiq parlament a'zolari bilan kurashdik. 20 dan ortiq think tank nimalar bilan kurashdik. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan, Aqsaroy bilan kurashdik va hamma yerda o'xshash gapni qildik. Bu irqiy qirg'inchilik, buni az deganda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib biringlar. Sharq Turkiston xalqininki nishoni bu qutulishimiz uchun, mavjudligimizni, inson haqlarimizni saqlashimiz uchun mustaqilligimizdan boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun mustaqilligimizni oshkor qo'llayolmasanlarmi, hech kim deganda Tibetliklarga o'xshash bizga muomala qilinglar. Sharq Turkistonda besilib olgan davlat deb e'tirof qilinglar deb talablarni qilib keldik. Biz shu Amerika hukumati nim qilishdan burun State Department irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishdan bir hafta burun menga xat yozgandi shu vaqtda. Shu vaqt xat yozib, sizningki, qisqachalam desam, sizningki bu Xitoyningki Sharq Turkistonni qilayotgan zulmi qadar bo'lgan endishingizni bizmi amdash bo'lamiz, amdash deb nim qilamiz, o'xshash ko'ramiz, o'xshash endish deb ko'rib, endishimizdek ko'ramiz. Biz Xitoyni nima so'roq tortish uchun, masalan bu nima accountability deydi, mas'uliyatni nim qilish uchun biz yaqinda harakat qilamiz deb yozdi. Shuning bilan shu vaqtda men bildim, javob berganimda yaqinda bizni irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi deb. Chunki uning bu xat kelishdan bir hafta burun biz parlament a'zolarining 4-5 senatorlar bilan ko'rishib, shu xat yozdirgandik Pompeoga. Va Allohningki nimasi bilan bu irqiy qirg'inchilik
düşmanimiz bu ırkıy kırgınçılıkni itiraf kıldırmaymy dep, münafıklar itiraf kıldırmaymy dep, ahiri ırkıy kırgınçılık itiraf kılındı. Ve bundan keyinki işlerimiz mi? Mesela Şarkı Türkistan besilip algan döwletni itiraf kılışını mı? Eğer halkımız biz bilen yana burunqa edek aqımızda turup olsa, yenimizde turup olsa, biz bilen birlikte hareket qilsa, biz mu yakın kelgüsde Şarkı Türkistan'ı Tibetni qanda besilip algan döwlet dep itiraf qilgan bolsa, Amerika mu şu Şarkı Türkistan'ı o'xshash holatda besilip algan döwlet dep itiraf qıldıra alaydiganlygymyzga %100 işinimen. Rahmet. Ben Salih Xudoxoyerninki hikoyalardan emin anladık. Irqiy qirg'inchilik kimlar tarafdan e'tirof qilinadiganligi va kimlarning qarshilik ko'rsatganligi. Biz hamon Xitoyni o'zimizning dushmani deb turishyapmiz, ammo Xitoyning yo'lida menayotgan xoinlar oz emas. Bu kurash bek jafoliq. Irqiy qirg'inchilik e'tirof qilinmagan bo'lsa, bugungi faoliyatlarimiz bunchalar bo'lmaydi. Uning ustiga bizningki Sharqiy Turkiston surgun hukumatı bizningki irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirib bo'lgandan keyin hamda besib olingan zaman degan e'tirof qildirish uchun buni programmamizga kirgizib vaqtni quritlaydi. Shuning uchun harakat qilyapmiz. Xalqningki Salih Xudoxoyer degandek bizning atrofimizda turib turishini, aqimizda turib turishini va bizni qo'llab turishini umid qilamiz. Endi bu yerda bir gap bor. Bu qurultoy boshqa bir kunni bizning irqiy qirg'inchilikni xotir qilish kuni deb bekitdi, xalqaro irqiy qirg'inchilik kunini. Endi biz nima vajidan bu xalqaro irqiy qirg'inchilik kunini o'zimizningki irqiy qirg'inchilik xotir kuni qilib bekitmaymiz. Çünkü onu xalqaro şu umumiy irqiy qirg'inchiliklar uchun bekitilgan kun. Masalan, mao Holocaustni yanvar 27 yanvarda nim qiladi o. 9 ayninki nimida emas. 9 ayninki 12 ayning 9'da emas. Aksicha bular o'zininki shu nima kunida qiladi o. 27 yanvarda. Ya'ni 27 yanvar 1945-yilda Auschwitz degan cho'ng natsilarning lageri, Yahudilar necha yüz ming Yahudini qamab turgan lagerni shu fetih qilgan kuni. Shuning uchun shu kunni bekitilgan. Bizningki hamda bu o'xshash kuni qilib olsak, xalqarolikdek buniki ahamiyati bo'lmaydi. Bizga nima qilmaydi, shu kumalab qoladi nimaning arsida. Shuning uchun boshqa irqiy qirg'inchilik uchirilgan yoki irqiy qirg'inchilik uchirilgan degan millatlar bo'lsin, masalan, Armenlar bo'lamdi, boshqalar bo'lamdi. Ularninki ayrim kunlari bor. Aşından nima qilingan. Shuning uchun bizningki o'zimizning ayrim bo'lish kerak. Nima uchun 19 yanvar kelsak, hamda uni keyinchi savolingiz shumiki? Endi biz buni o kunni bekitmaydigan bo'ldik. Hamda 19 yanvarni siz shu bizning irqiy qirg'inchilik kunimiz deb e'lon qildingiz. Bizning hukumatimiz e'lon qildi. Buning asosini deb taqsangiz. Oldingi gapning hech bir mantiqsiz gap ekanligini bizningki agar shuni xotir qilsak, bizning Uyg'ur yoki Sharqiy Turkistonni qilishimiz bilan bu kunni unutilib ketadiganligini dedingiz. Endi ma'nodagi sababi. Endi buning sababi hammadamga ma'lum bo'lgandek, bu 19 yanvar 2021-yili Amerikaningki sobiq davlat ishlar katibi, ya'ni tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim şu Şarkı Türkistan'ın Xitoyning Şarkı Türkistan'daki Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiy millatlarga qilayotgan vahshiylikni, jinoyatlarni rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar deb xalqaro jakoladi. Ya'ni Amerika hukumati rasmiy e'tirof qildi. Va shu e'tirof qilinish bilan nurg'un parlamentlar Avrupa'daki bolsun, başka yerlikli bolsun, e'tirof qilishga başladı. Nurg'un muxbirlar bolsun, chet elliklar bolsun, hatto o'zimizning millatning orasidagi munofiqlar bolsun, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishni, irqiy qirg'inchilik deyishdimi, bizni qochirib yurgan munofiqligimi, hammasiga javob bo'ldi. Hammasi majburan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga boshlagan kuni o'sha. Shuning uchun bu yerdagi bu kunning ahamiyati shu. Ya'ni xalqaro tunji qatim bir davlat, bir hukumat, ya'ni bu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni, Xitoyning irqiy qirg'inchilikni rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb bekitganlik uchun biz shu kunni
şu Şarkı Türkistan irqiy qirg'inchilik e'tirof qilganligini xotirlash kuni deb bekitdik. Chunki mush kun bilan boshladi. Va xalqaro mush kunni biladi. Chunki bu nimasini yozsangizmi, masalan, Torda, Google'da hozir izdisingiz. Desember 9 desangiz, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik desangiz, chiqmaydi. Ammo yanvar 19 Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yoki Sharq Turkiston irqiy qirg'inchiligi yoki Qozoq qirg'inchiligi deb yozsangiz, ashu Pompeo'ninki degan so'zlari bilan nurg'un ashu xalqaroniki matbuotlar Amerika e'tirof qildi degan xabardan net yuzi chiqadi. Shuningdan biz nima qilamiz? Ahamiyatlik bo'lishi kerak bu kun. Biz shu paketba ahamiyati bor bir kunni nima qilishimiz kerak? O'zimizga xos bir kunni. Xalqaro bekitib bergan ma kunni deb nima qilib olsak, ko'milib ketamiz shu umumiy, butun xalqaroda necha qirg'inchiliklar bo'ldi. Shuning bir qatori deb o'tirib ketdi. To'g'ri. Bu bek to'g'ri bo'ldi. Chunki bu irqiy qirg'inchilikni dunyodagi eng qudratli hukumat e'tirof qilgan. Pompeo efendim bu gapni degan vaqtda butun Sharq Turkiston xalqini aytdi. Buningdan minnatdor bo'lgan. Chunki haqiqatni o'tirib olib chiqqan edi. Endi biz buni boshqa bir usullar bilan o'zgartib, bu bir biz davlatning deb qo'yganiga biz uni ergashsak bo'lmaydi desak, bu Uyg'urlarning ishini suyuqlantirish, Sharq Turkistonning ishini. Uyg'urlarga, Sharq Turkistonga ziyon eklashdan boshqa narsa emas. Endi Salih Xudoyor efendimning degani bo'yicha buningki asosi bor. Amerika hukumati buni e'tirof qildi, undan keyin boshqalar bunga ergashdi. Unda bo'lgan keyin biz bu kunni ching tutishimiz kerak, ham buni xotir kun qilib bekitishimiz kerak. Buningki asosi aniq bo'ldi. Hamda bu kunni qo'yishda bekitildi. Biz buni mishlarda bekitib qo'yib qarab o'tirishimiz kerakmi yoki cho'qim namoyish qilishimiz kerak? Ya, har turli faoliyatlarni qilishimiz kerak. Aslida bizningki imkoniyatimiz, iqtisodiy imkoniyatimiz yer bergan bo'lsa, biz shu cho'ng bir faoliyat qilsak bo'ladi. Shu ziyolilarni, muxbirlarni, o'bulni, parlament a'zolarini kutib olib, shu nima qildiganga. Ammo uningga bizningki iqtisodiy imkoniyatimiz rost gapni qilsak, uningga yer bermaydi hozir holatda. Shuningga eng oz deganda bizning qila oladiganimiz, hammadan qila oladigan. Qisat ketmaydi. Bu kunni xotirlash bilan namoyish qilish va bu namoyish qilishda ya'ni shu Amerikaniki bu irqiy qirg'inchilikni va boshqa davlatlarning, masalan, boshqa davlatlarda irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmagan davlatlar bo'lsa, shu davlatlardagi tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, parlamentning oldida bo'lsin, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qil deb talab qilish kerak. E'tirof uning sirtida, masalan, e'tirof qilib qolgan davlatlarda, masalan, Amerikanikda biz shu oldimizdagi juma kuni Amerika parlamentining oldida namoyish qilamiz. Shu yerda biz hamda irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib qo'ldinglar. Buningga rahmat. Ammo yana irqiy qirg'inchilik davom qilyapti. Bu irqiy qirg'inchilikningki ilqi yiltizdan hal qilishing kerak. Ya'ni bu irqiy qirg'inchilik sababchi bo'lgan narsa Xitoyningki Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi va mustamlika qilishi. Shuning uchun xalqaro biz Sharq Turkiston xalqi bo'lish bilan Amerika parlamentininki va Amerika hukumatiningki bu Sharq Turkistonni beslab olgan bir davlat deb e'tirof qilishini va Sharq Turkiston xalqininki o'zininki irqiy qirg'inchilikdan qutulish uchun, mavjudlikni saqlash uchun, insondek yasash uchun va erkinlikni, kishilik huquqini va kazalarni nima qilish uchun, barpo qilish uchun Sharq Turkistonninki mustaqillik nasl keltirishni qo'llashinglarni chaqiriq qilamiz deb shunda namoyishlarni qilishimiz kerak. Eng oz deganimiz shu. Biz shahidlarimizni aşı qirilgan necha million qarindoshlarimizga, kamplardagi turmalarda o'ltirilayotgan nurg'un qarindoshlarimizga, shu ajdodlarimizninki qon badaliga chet elda turyapmiz. Qon badaliga biz mushada panohlik qilib, mushalarda yashayapmiz. Va shular uchun az deganda qila oladiganimiz shu. Haqqimizni talab qilish. Haqqimizni talab qilish uchun xalqarodan yordam talab qilish. Chunki bizning masalamiz zamin masalasi qarindoshlar. Xitoy bizni
yalğız Uyghur tыңdaplam qırmawatydy. Yerning igisi eken. Şarkı Türkistan'ın igisi boğallık üçümüz kırılıvatımız aziz qarandaşlar. Xitayning niyeti şu Şarkı Türkistan'da tamamen atalmış Xitayning atalmış bir parçası qılıp almaklık üçün lan мәңгүлік mustamlik qilish uchun ham bizni irqiy qirg'inchilik qilyotidi. Bizni tubdan yo'qotmandayotidi. Shuncha qarindoshlarimiz qirilyotidi va biz bu qarindoshlarimizningki shu o'lilgan shahidlarimizga va kelgusidagi avlodlarimizga agar avlodlarimizningki bir kelgusi bo'lsin desak, biz davlatimizningki mustaqilligini aslo keltirishimiz kerak. Va shu yo'lda her türlü faaliyetlerini yapışımız gerek. İmkaniyetimiz yarı belki. Hazır imkaniyetimiz şu namayış kılışkı yarı biri vatıdı. Torlarda, sosyal medyadan paydalanıp bunu bu ırkı kırgınçılık gününe halkaraga tunutuş arkalık, asıltuş arkalık, Şarkı Türkistan'daki bir ırkı kırgınçılık 21. asırda devam kılıvatkallıkını, 2024 yılda devam kılıvatkallıkını halkaraga bildiriş bildiriş bizningki insoniy burchimiz, Sharq Turkistonlik burchimiz. Xalqarodagi ba'zi davlatlar, masalan, ishonmasliking mumkin, nima qilmasang mumkin. Xitoy nurg'un davlatlar uchun bosh balasi hozir. Ammo bizningki millatningki lamzalligidanmi ular bizga ishonib yordam qilishdan o'zini qechinayotgan yerlar bor. Biz lamzallik qilishdan to'xtab birinchi nishonimiz o mustaqillikni kirib asli keltirib bo'lgandan keyin demokratiyasini qo'yamsan, boshqa narsani qo'yamsan, shu vaqtda shuni nima qilsak bo'ldi. Ammo u demokratiyani, kishilik huquqni, diniy erkinlikni barpo qila oladigan, qo'g'day oladigan, shuni kapolatlik qila oladigan bir narsa bor, u bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligi deb xalqaraga bildirishimiz kerak. Sen haqiqatan bizningki diniy erkinligimizni qo'llaydigan bo'lsa, mana mustaqilligimiz uchun yordam qil. Xalqimizning qirilib ketishini to'xtatishni arzu qilsang, mana mush yo'l, bu yo'ldan boshqa yo'l yo'q deb hammamiz o'xshash talablarni, o'xshash so'z harakatlarni qilsak, ondan keyin bu xalqaramo ama millet ölmepti, biz bağlı yerden bilsek resva olmaydı ekanmiz. Desmi salsak desmisimiz qaytadan bizga asırlab yanadı ekan degan nimani bilmasak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Biz cho'qim qutulamiz. Buni yüz ishinglar. Ammo biz qutulish uchun harakat qilmasak bo'lmaydi. Xuddi bizningki davlat marshimizda, milliy marshimiz degandek qutulish yolada sudek aktı bizning qanimiz. Yani biz kerak bo'lsa vatanimiz uchun, qutulish uchun qanimizdan voz kechishimiz kerak, janimizdan voz kechish kerak. Bo'lsin pido bu janimizdan pido qilishimiz kerak. Seni qutuldirish yo'lida qalbimizda bor idi iymonimiz. Yani vatanimizni, davlatimizni, xalqimizni, millatimizni qutqizish uchun qutulish üçün bizningki qalbimizda iymon bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Rahmat. O biz bu qitim White House, ya'ni Oqsaroyning oldida. Nima? Parlamentning oldida. Parlamentning oldida bu namoyishni qilmoqchi, u kuni qattiq suvoq bo'lmoqchi, hatto qarig'ish imkoniyatim bor. Ehtimolliqim bor. Ammo biz chiqish imkoniyati bor. Hamma odamni mush namoyish chiqishni taklif qilamiz. Chunki Boysalih Xudoyor dedi, bu bizning burchimiz. Hem de bu irqiy qirg'inchilik kunini e'tirof qilg'izdiqlar ish o'tib ketmaydi. Buningki Salih Xudoyor deb o'tgandek, buningki tubki sababi bizning shu zaminning egisi bo'lib qolganimizda. O zamin o'zining qo'liga tushmaguncha Xitoy bu o'zining askarligini hargiz to'xtatmaydi. Chunki bu necha ming yildan kelayotgan Xitoylar bir-birisiga o'tkazib kelayotgan ularning vazifasi. Mushlarlar bo'ladi ekan, bularni yo'qotib etmasak bu zamin bizning bo'lmaydi degan bir narsa bor. Ondoq ekan biz cho'qim o'zimizning mustaqilligini demasak, bizningmi o'zimizning hech qanday oldimizda ko'radigan yaxshi kunimiz bo'lmaydi. Biz irqiy qirg'inchilikda qirilib tugab ketamiz. Agar qirilib tugab ketmaydi ekanmiz desakmi, biz olmay qolamiz o chaqda. Elim ham ko'ratsizlar, bizning bolalarimiz qanday tilda so'zlaydi, nimani o'ylab cho'ng'iladi. U bir inson
tegishli hech qanday huquq ega bo'lmaydi. Siz qaysi huquqlarni talashsiz Xitoydan? Hech qanday huquqi yo'q. Bir odam bo'lish, yashashdan hech qanday huquqi yo'q. Uni talashib bo'lmaysiz. Undaq ekan, biz cho'qim mustaqillikni deb turib kurash qilishimiz kerak. Salih Xudo naytdi tushunishli qilib dedi. Endi bir millatning beshiga kelsa, eng fojialik, eng ashaddiy kun shu irqiy qirg'inchilik bo'lar. Uningdan ortiq emas. Bizning beshimizda shu kun. Endi undaq ekan, biz shunda irqiy qirg'inchilikka uchrab turibmi, biz yana mustaqillikni tushsak, sizningcha buning gibi biz bayshuni deydi. Shuning bir umidni ko'radimsiz, bir mustaqillikni. Albatta. Tarixda aziz qarindoshlar, qarshilik bermagan millatlar yo'qoladi. Ammo qarshilik bergan nurg'un imperiyalarga, nurg'un nimalarga qarshilik bergan ojiz, hech nima qila olmaydi degan millatlarmi qarshilikdan voz kechmagan millatlar nima g'alaba qilib mavjudlikni saqlay oladi. Masalan, eng oddiysi, aslida bizningki shu butun dunyo biladigan masalan Yahudilar. Yahudilar 2. Dünya urushida cho'ng bir irqiy qirg'inchilik uchradi. Va nurg'un xalqarodagi davlatlar, nurg'unlar bu Yahudilar irqiy qirg'inchilik uchrayotgan millat qanday bir davlat qura oladi? Qanday nima qila oladi? Ammo Yahudilar yana bir necha yil qolmay davlatini Isroiliya davlatini qura oladi. Nima uchun? Chunki ular umidini üzmedi ular. Onunki her deydigan nişanı nima Jerusalemga qaytimiz, nima qilamiz deb, shu nimani necha ming yilning yozi. Necha qatim bular o'zining makallardan surilib chiqib dunyoning hamma yeriga tarqalib ketdi, ammo yana u nima Jerusalemda, Quddusda degan nima shuaridan voz kechmadi. Ve o irqiy qirg'inchilik uchragan vaqtdimi ularninki lamzallidik o'tirib, biz irqiy qirg'inchilik uchragan bir millat qanday qutula olamiz demadi. Ular dedi, biz irqiy qirg'inchilik uchirdik, mana agar biz davlatimizni asliga keltirmasak, davlatimizni qurmasak, biz tamamen yo'qolib ketadi ekanmiz. Shuning uchun bizning hammamiz Yahudilar mayli baylari bo'lsin, mayli kambag'ali bo'lsin, mayli o'ngchisi bo'lsin, mayli solchisi bo'lsin, mayli dinchisi bo'lsin, mayli ateist bo'lsin, dinsiz bo'lsin, hammasi bizningki nishonimiz. Biz agar bizning avlodlarimiz bizdek bu irqiy qirg'inchilikni ko'maslik uchun, bizdek xorlik ko'maslik uchun, mavjudligimizni insondek yasash uchun biz davlatimiz bo'lmaydi ekan deb hammasi tükdün harekette o'xshash harakatni qildi. Hammasi shu iqtisodini, ba kuchini, iqtisodi bo'lganlar iqtisodini chiqadi, siyosat qila olganlar shu iqtisodi bog'ning yordami bilan nurg'un xalqaro davlatlarga besim qilib, qonun chiqarib, uni qilib, buni qilib yo'l hozirdi. Armiya qurdi, tashkilotlarni qurdi, qurolli tashkilot qurdi, asta-asta adamiyot keşke başladı. Karşılık berdi yani. Ama karşılık bergen her kandak millet. Tarihte ne okuyalayısılar. Karşılık bergen de her kandak millet bir işgalçıga, bir bir düşmenge, o düşmeninki ne kadar kudretlik imperiya bulup gitişi karamay. Karşılık bergenliğim ahırda qalbi qiladi. Ammo qarışıqlik ko'rsatmay, shu dim yetib oliblam, nima qila olaydi? Anda kuchlikka, manda kuchlik deganlar tarixning betlaridan qolmadi. Aziz qarindoshlar. Biz qarshilik berishimiz kerak. İmkoniyatimiz yar bergich qarshilik berishimiz kerak. Va u qarshilik bergan siri biz cho'qim g'alaba qilamiz. Karşılık vermesek yıkılmaz. Karşılık vermesek şu üzümüzünü öttəgendekler beraber. Üzümüzünü öttürüvağın bilen okşar. Karşılık versek elbette kırılmaz. Yani o karşılık kanımızını akıtmay, canımızını vermey, o vatan, o Şarkı Türkistan müstakillikini asıl keltirip iş nimi bulmaydı. Xitay demokratiya bulap, 20-30 yıl deyken, 50 yıl deyken, anan deyken kansız nimi kılıp
Xitoy bilan Xitoy demokratiya bo'lgandan keyin maslahatlashib, suli qilib, oliy avtonomiyani eplab, undan keyin 30-50 yildan keyin mana xalqaraning bismi bilan mana demokratiya bo'ldi, ala bira ishli bilan aqmaydi. Tarixni qarasanglar, mustaqillikni Sovyetninki boshqa nimasidan xarij, bu Sovyetninki yiqilishi u mo'jizadek bir ish bo'ldi. Qonsiz, asosan qonsiz nim qilishi. Ammo boshqa yerdagi mustaqillik harakatlar qarasanglar, hammasi shu bizningki burunqi ajdodlarimiz, milliy marshimiz degandek janini, qinini pido qilib u mustaqillik naslini keltirdi. U xalqini qutqiza oldi. Bizningki men shu. Xuddi milliy marshimizdek janimizni, qinimizni, borlig'imizni pido qilib xalqimizni qutqiza olamiz, vatanimizni qutqiza olamiz. Davlatimizni asli keltira olamiz. Shuning uchun az deganda hech narsa qilmasaqmi, biz xalqarodan bu irodamizni bildirib turishimiz kerak. Cho'qim yaqin kelgusida bir fursat keladi bizga. Eng oxirgi fursat. Shu fursatga tayyor turishimiz kerak. Va bizning qilayotgan harakatlarimizning hammasi shu fursatga tayyorlik turish. Vaqt kelgan chaqda dast turib, shu milliy marshimiz degandek vatanimiz uchun janimizni, qinimizni, milimizni, borlig'imizni pido qilishga tayyor turishimiz kerak. Undan keyin mustaqil bo'lamiz. Rahmat. Demak, biz qarshilik qilsaqlar, bizning mustaqilligimizda umid bor degan gap. Qarshilik qilmagan millat yo'qolib ketadi. U murakkabni haqdan kutsangiz qandaqki, Xitoydan kutolmaysiz. Buning ustiga bizning ziyolilarimiz davomli bir o'tirdi, jilimon bir yo'lda turib oladi. Mushlar bizningki sürgün hükümetinin yanına kelmaydi. Bizga kuch chiqarmaydi. Ammo bizning mana esil ziyolilarimiz bor. Mana qarab tursinning ma kitobda bütün ziyolilarninki qarab beqishini, o'qib beqishini, o'ylanib beqishini, tafakkur qilib beqishini umid qilamiz. Agar siz o'zingizning ziyolilikqa ishonsangiz, aqlingizga ishonsangiz, mush qarab tursinning maqolalarni o'qigandan keyin nimani o'ylaydingiz, qani qarab beqing. Qanday xulosaga erishir ekansiz? Buni yana keyin deysek oldu. Bu qitimliq namoyishga vaqtda chiqishinglarni umid qilamiz. Chunki bu o'zimizning ishi, o'zimizning taqdiri. Bu haq qilib bermaydi. O'zimiz irodamizni ko'rsatmasak, haq ko'rmaydi, yordam bermaydi. Saliq yomon chiqdaydi, har qitimliq suhbatda deydi. Lamzallik qilmayli, tirishib boqayli deb. Hech nima qilib bermasanglar, azroq pul beringlar. Hech qilib bermasanglar, to'rda qo'llab qo'yinglar. Unda xumsin qilib yassak, biz özümüzün vatandagi qarindoshlarımızga yuz kelmaymiz, ajdodlarimizga yuz kelmaymiz. Endi kelar qitim biz Sharqiy Turkiston sürgün hukumati muavin jumrais Sayragul xonimni bu suhbatimizga taklif qilamiz. Hammanglarning o'z vaqtida ko'rishinglarni umid qilamiz. Bu unga yana e'lon beramiz. Bugungi suhbatimiz bu shakchi bo'ldi. Salih Xudoyor apamga rahmat. Sizga rahmat. Allohga omonat. Xayr xo'sh.